Judayam chiroyli qizlar ekanlar. Mazax ko'rdim men. O'zim mazax ko'rdim. Shunaqa qizlar bo'laman. Ha, siz hali qizlarni ko'radigan bo'lib qoldingizmi? Xotinsanki, onangnikidan keldingmi? Qalaysan? Yaxshimisan? Mayli, bor ovqat tayyorlagan, hozir kirib yeyman. Bo'pti, bor yugur. Ha, bo'pti, hozir kirib tayyorlab beraman. Hajitcha qoldi o'zi ham. Hamingiz bo'lmasa, sizlar bilan men qiroldirim, yaxshimisizlar? Bu mening xotinim Shilasa yana. Taki ovqating pishib qoldimi, yana? Chapaman. Hozir bu qoldi, tayyorlab beraman, hozir mana. Hozir men sizga steak qovurib beraman. 2 dona steak. Mana hozir pishyapti. Ungacha o'tirib turing, hoppa. Mana stul, bo'pti. Tak, siz ovqat tayyorlagan. Hoppa, hop, hozir ovqat pishdi mana o'sha ikkalamizga ovqat pishibdi. Mana, to'xtab turing, hozir sizga men mana suv, mana buni, mana bu, anaqa suv yaxshi. Men o'zimni ovqatimni pishirgangacha. Bizda xotin zo'rda baribir steak bilan doim suv tayyorlaydi. Xotin rahmat, mana steakni olaman, suv steakim qoladi. Yaxshimisan xotin, o'zing nima qilyapsan? Ovqat tayyorlayapsan ekan. Pechkalarni o'chirib tayyorlagan, bittasini tayyorlasang ham yetadi o'zim bilan. Mengacha kompyuter ko'rib turaman. Ha, kompyuter ko'rasizmi hali? Kompyuterda shu qizlarni ko'ryapsizmi? Beray menga. Tushundimsiz? Qo'y joyiga. Yo'q, qo'ymayman. Siz yana baribir qizlarni ko'rib o'tirasiz. Boring, yo'qoling. Xafaman. Bu do'stlar. Do'stlar, dikkin bo'lib qoldi ishimiz. Do'stlar, xotinim meni xafa juda ham. Xotin bo'pti, endi kechiringki, arazlama xotinki. Bo'pti. Boring, yo'qoling, baba. Bermayman, qoting. Bo'pti, arazlama bo'pti. Bo'pti mana. Bo'pti, pul beraman, yur bo'pti. Xo'sh, bo'pti, yuring. Xafa emasman men ham. Bunday yaxshisan-da. Tush bo'pti pastga. Hoppa. Pul beraman dedi bu. Hozir o'tirib turgan xotin senga. Hozir pul olib chiqaman. Nima qilay do'stlar, xotinni yaxshi ko'raman. Men xotinni yaxshi ko'raman. Mana pullar senga mana. Meni kechir, hoppa. Bo'pti, kechiraman. Bo'pti, kechiraman. Ekranimni qaytarib berasanmi? Yo'q, qaytarib bermayman. Ekraningiz qolaveradi menda. Bo'pti endi. Men buni o'chirib qo'yay. Ey ahmoq. Mayli. Keyin bergan kompyuterimni bo'pti ishlarni qilaman. Ke xotinjon berki. Bo'pti, beraman. Ber, qani berchi ekranimni. Mana kompyuterda ekran. Mana. Rahmat, xotin o'tirib turaversang uyda. Ko'chaga chiqmayman. Ber ruxsatimsiz. Hoppa, aynan. Ketdi ekran bor. Bo'pti, xotin endi o'tirib turgina uyda, men kelaman hozir fermamni tozalab. Do'stlar, bu meni xotinim do'stlar, tanishinglar. Ismi Sayan. Yo'qolib aytdim, men bermam. Hammasini o'bolding, menga nima beraman? Iplos ahmoq. Ketdi doktor. Men yerga qilib qo'yaman. Noto'g'ri qo'shib Doktor qo'yamay.
yaxshi men xotinimni anglatigancha men pek hozirgilarimga qarashim kerak edi. Xotinimni o'zim bir mayli endi hozirgilarimni bo'lishim kerak. Xotinim sendan qolib ketdi mana. Endi menga buqimni olib kelamanmi? Aslan javob ber bana. Va alaykum assalom. Jiderga ikkinchi teginmayin. Nimcha kam? Ha, jider olib qo'yib tutaver. Ha, bo'pti. Maymun korоче men ketdim. Xotinga qiyasdik. Biram xotinda. Qo'yur. Xotinga o'tiribsanmi? O'tiribsan ekan. Oho, kiyimlaring ko'payib ketibdi. Meniki ham olib qo'yganmi? Meni kiyovlar o'zimning kiyimlarimni bo'ldi, kiyovlarimiz. Kiyovsen ham xotin o'zing kiyimlaringizni yurmay. Javob issiqqa kiyim shart emas. Telefoning seni. Ma telefoningni o'ynab o'tirgan, hoppa. Nima bitta joyga qarayapsan? Yo, bo'ldi, bitta joyga qarayap, yo, bakib qoldi, xolos. Men ozgina dam olaman, maylimi? Mayli, dam ol, kebilda dam olaman. Dam olsanmi? Dedi, ayot. Yaxshi uxlab turgan xotinjam bo'pti. Xotin ketibdi-yu. Xotin tur. Tur. To'xtam mana nima deysiz? Yur, короче, ishlar. Men pechkani o'chirib qo'yganman. Yo'q, qolib ketibdi. Bo'pti, o'chirib qo'yaman endi. Xotin endi yaxshi o'tir. Hoppa. Chabag qolib ketdim do'stlar, uzr. Nima deysizlar endi kechirasizlar. Xotin. Hoppa, bo'pti, xotin men ishlar ko'chani biroz aylanib kelaman, bilgan edim. Merion suhbat Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Nima qilyapsan o'zi? Uyda xotining bilan o'tirgandir, seni ham mazza qilib. Nima deysiz endi? Boshqa endi ilojimiz yo'q, o'tiramiz xotin bilan. Xotin bola chaqang bor seni? Bola chaqam yo'q, xotinim bor xolos. Xotiningni boqasana? Boqaman, pullar. Ko'payib boqishga ishlanma shu uyda o'tirib. Men yaxshi o'tiring. Xotinning tur. Nima qilyapsan men kompyuterimda? Nimalar ko'ryapsiz siz? Men hech bo'lib ko'ryapman, mana qarayapsiz. Hujjat yo'qday. Tur. Qopda turdim mana. Men sandig'ingizni yig'ishtirib qo'yaman. Pullarga tegmayman, mo'ptimi? Pullarni o'zingga yaxshiroq. Xotin. Maqsadsiz tekshiryapsanmi? Ha, tozalayapman. Shu tozalashni yo'q bitamagadir. Pullarimni bir shilib olasanmi deganda. Mayli, shilib ol, xotinimsanmi? Yo'q, shilmayman, kerak emas pullaringiz. Mayli, bo'pti. Bir qiladigan ishim ham normalniy zerikib ketdim. Yaxshisi do'st, sinfdoshim bilan gaplashib o'tiraman. Qaysi sinfdoshingiz bilan? Anaqa Madina degan sinfdoshim bor-ku, o'sha bilan. Stoqani men bitta ko'raychi. Turay yo'qolsin. Bor yo'qoling. Xafaman sizdan. Yana siz meni xafa qildingiz, urib. Qaysi badingni? Uxladim. Yana bir stak beraman. Uxlab xotin, tur endi, tur. Mayli, menga endi beraman bo'pti pulni. Uxlaylik bas. Xotin turdingmi? Ha, turdim. Ovqat tayyorlamasiga ketdim. Bugun pechonni. Bugun sizga mazali pechonni pishirib qo'ygandim saharda turib. Yaxshi bo'ladi shu odatingni.
Yaxshi o'tir, xo'pmi? Jon kecha xafa qilganim uchun uzr so'rayman sizdan. O'zim yaxshi bola emasman-da. Yo'q, xafa qilmayman sizdan. Bo'pti endi. Yaltiramayman hozir. Yaltirasam, o'pmaydi. Bo'pti, mayli. Yaxshi o'tir. Men bir kecha-kechalarda aylanib kelaydi. Uyda bekor bo'lib turganman. Yaxshi o'tirgan. Uyda qolmaysizmi? Yo'q, qolmayman. Bo'ldi. Charchadim endi. Qolish uchun kuch kerak endi. Bo'pti, yaxshi o'tir xotin. Ko'chaga chiqmagin. La. Tushunarsan, gripplar nima qilyapti? O'zi bizga shu qishloqda virus tarqalmadimikan deyman. Shu viruslar ko'p tarqalyapti-da bizda anaqada. O'zim men uchun viruslar tarqalayotganini bilmayman. Ya'ni qishloq ko'rdim, katta qishloq bilan qo'shamiz. Tak. Qishloq uchun. Meni xotinimmi? Sen nima qilyapsan bu yerda? Jetel, tushunmadim, nima qilyapsan? Hozir bo'yningdan bo'g'aman. Buningni uzib qo'yaman. Hech balo qilgani yo'q. Biz gaplashib turgandik. Qochaysan, bor yo'q unaqa. Turani eshitdi, xo'pmi? Bor uyga qolsang, ko'chaga chiqmagin demaganmidi men ruxsatimsiz, a? Bor uyga desiz bor. Короче, nima qilyapti? Yo'q, biz anaqa shunchaki biz polizaklarga dori qo'yatdik. Meni xotinim bilanmi? O'zing ko'rmaysanmi? Hay. Gaplashma men xotinim. Bor yo'q, toshingni ter, xo'pmi? Tirga qol, ahmoq. Sen ham bor uyga kir. Nima sari o'zingga ketasan sen ham. Yana xafa bo'lib kirib ketasan. Uyga kiraymasam nima qilishaman? Ahmoq. Shunaqa ham bo'ladimi? Shunaqa ham bo'ladimi, ahmoq? Nima qilyapsan, to'g'risini ayt. Hech bola qilmayapti odam. Mayli, yaxshi qol. Hammaga xayr, do'stlar.